hammasini kelib do'konda yeb ko'rib, tanlab yeyishni olishingiz mumkin. Bundan tashqari asalari suti bor. Asalari suti juda ham ko'p narsaga foyda, ayniqsa farzand talabidagilarga. Hozir xurmochangi juda ham tanilib ketdi, lekin shu paytgacha faqat asalari suti bo'lgan. Asalari suti xotirani oshiradi, yosh bolalarning qobiliyatini oldinga chiqaradi. Keyin xotir gormonlarni to'g'rilaydi. Keyin bundan tashqari gulchangi bo'ladi. Gulchangni juda ham ko'pchilik bilmas ekan. Chunki do'konda har bitta odamning qo'liga solib berganimizda bu nima edi deydi. Gulchang asalari hozir videoda ham ko'rsatib o'tib ketamiz, qanaqa qilib yig'ishini. Har xil gullardan teradi. Bu bilmadim, men shuni o'zi 500 tami, 1000 tami guldan yig'ilgan, mana shu ginani o'zi. Har xil gullardan asalari gulchangni yig'adi. Juda ham kuchli energetik. 10 ta energetik napitikdan ko'ra, men uni bir hovuchini o'zi organizm uchun yetarli bo'ladi. Bundan tashqari asalariga tegishli o'zi hamma narsa bor.